maqtov danlaular yer ham ko'klarni, kishilarni ham jinnlarni yo'qdan bor qilishi Alloh taolaga tegishli. Alloh taolo kishining tilini siylashi ne'matini berdi. Ham Allohni bir deb tanuvchilarning, ham iymon ahllarining yuraklarini islom hamliqli inonu bilan nurlantirdi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allohga cheksiz ko'p shukr, bizga ko'ruv, eshituv, anglav, aralashuv, o'ylav, fikrlav, soylab olabilu ko'p sifatlarni bergani uchun. Chunki bular barchasi ne'mat. Inson imin salomat kishida bu ne'matlar barchasi bor. Ham Alloh Rabbimiz Allohni hamma bizga qo'llanib turish uchun vaqtlasha bergan. Onlara bu ne'matlarni qo'llanib bo'yicha bizdan so'rov olacak. Chunki Alloh barchasida bir maqsad bilan berildi. Allohga iymon keltirib, uni xo'jalik tanib, ona shukr etib, uning bilan ko'rishuvga bu dunyoda intiluv uchun. Ishida bilugina yetmay, tanlov ham qabul eta biluvda kerak. Qoriqina biluv yetmay, ko'ra biluvda kerak. Mang'ay ko'zi ko'rsa-da, ko'ngil ko'zini da ko'ruv kerak. Silovgina yetmay, aralasha biluvda kerak. Uylovgina yetmay, fikrlav da kerak. Bilugina tugul anglov kerak. Hammalarning barisidan da foydalasin bilan soylab ola biluv, ayusha bor bizga da kerak. Bu sifatlar Allohga ibodat qilishi, itoatli, ko'p shukr etishi, fikrlavchi haq musulmonlarga ayusha xos sifatlar. Allohning yuraklari salomat, yaxshini ko'radilar, ham yaxshini ko'rishga tirishadilar. Yaxshini eshitadilar, ham tinglaydilar. Oyiq fikr yuritadilar, anglaydilar, ham yaxshisini so'ylab olirga, Allohga Alloh taolo o'zi yordamida. Bugun so'z fikrlav turida bo'lacak. Bir vaqt Imom Sadiqqa rahimahullohga qisqacha ma'noda diktor kerak. Ol aytisi yog'idan G'alib ibn Abu Talibning unug'chig'i bo'lar, aytisi yog'idan Abu Bakr radhiyallohu anhuning unug'i bo'lar. Ona bir kishi so'rab berdi. Kishilar bir-birsidan payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallamning bir soat fikrlav, tuni bo'yi namoz o'qidan yaxshiroq degan so'zlarini rivoyat etadilar. Bu so'zlar narsani anglatadi, nechik fikrlarga kerak? Javob etib imom bo'lay dedi. Kishi xarabalar, ya'ni jimrik binolar yonidan yoki xo'jasiz qolgan bo'sh uylar yonidan o'zib borganda, qo'ya ketdilar ekan buning xo'jalari, tuzuvchilar bilan narsa bo'ldi ekan, nik siz birdan indashmaysiz deb so'rov beruvi. Shunisi qiziqli. Kishi boshqa ko'ra, onlari fikrli so'rov bera boshlaydi. Alloh taolo hikmatli zot, u o'zi hikmat. Bizga biz ko'ratirgan, biz bilib, tuyib olindik. Hatto tanish bo'lgan misollarni qilganda yesh keltiradi. Masalan, Alloh taolo Baqara surasi 113-oyatda bo'lay deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Valillahil mashriqu val maghrib. Quyosh chiqadigan tarafda ham quyosh botadigan tarafda albatta Alloh taolanikidir. Alloh taolo Shams surasida vash-shamsi va duhaha deb aytadi. Quyosh bilan hammaning nuri bilan ant etam deb aytadi. Alloh biz ko'ra ola turgan quyosh bilan ant etadi. Biz o quyoshni ko'rmasak, jilisini sezmasak, yerdan chiqib kech botganini ko'rmasak, balki bilmaydan qolgan bo'lar edi. Ham bizga ana to'g'rida suylansa-da, ko'z oldina keltirib og'ir bo'lar edi. Quyosh chiqib ila vaqtdan qadar kun uzunligi duha vaqti deb sanalgan arablarda. Quyosh gorizontdan chiqib ila qadar ko'tariladi. Alloh taolo Duha surasida "Vat-duha" quyoshning ko'tarilgan vaqti bilan ant etadi. Bular barasida quyosh o'zida, uning qalquvi, botuvi barimizga da ma'lum, bu bilgidir. Biz buni kun sayin ko'ramiz. Ham Alloh taolaning bizga eskartishuvi, bizni fikrlarga chaqiruvi, uning solgan tartibidan, mo'jizalardan, hikmatidan hayron qolib, uni tomonidan yaratish uchun yo'qlangan sabablar izlash uchun berilgan. Baqara surasi 26-oyatda Alloh taolo aytadi: "Innalloha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru
мисалның Раббыларының булуына иман китерүчеләр беләләр. Әмма кафир булучылар әйтәләр: Аллаһ Тәгалә бу мисалга нәрсә теләде икән? Һәм бу мисалдан нинди файда бар? Аллаһ Тәгалә җавап биреп әйтте: Бу мисал белән Аллаһ Тәгалә кафирләрдән күп кешене аздырыр, һәм бу мисал белән мөэминнәрдән күп кешене хаклыкка күндерер. Ул бу мисал белән хаклыктан аздырмас, мәгәр явыз адәмнәрне дә аздырыр. Хаҗ сүрәсе 73-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Я أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ey kişiler, rivayet acayip misal getirdiler. Tınlağız hem düşününüz. Bu putlar bir kaçanda bir nesede yarata almıyorlar. Ol nindigine kişkine hem ehamiyetsiz olsa da, hatta şibin gibi kişkine mahlukunu yaratına birge jiyilsalar da, hem eğer bu kişkine mahluk putlarga getirilgen kurbanlar bilen hesap uğurlasa da, putlar onu özlerinden kuva yeki uğurlağını kaytara almayacaklar. Şibin güçsüz, hem putlar güçsüz. İkisi de bir güçsüz. Hem siz görgənçə putlar güçsüzrək də, ayıb qafıllı kişi nişik olarak ibadet qıla alar, hem Allah'dan yerden nimətlər soruyu alar. Əliginə çilep getirgen ayetlərin təfsirlərində şirki kamşığı turda rivayet edildi. Allah Teala nindidir bizge mağrur olmagan, biz anlamaslıq nərsələrini misal getirmeyin. Əkidisinçə, bu iki qanışkış bücəkini görəbiz də, işitəbiz də, sizəbiz də, axay vaxtı başmaq bilən soğuqda oturəbiz. Mıntı misallar Kur'an'da bir misal көп. Biz bunların varsına da iman getirəbiz. Anlasak da, anlamasak da, görsək də, görməsək də. Din ol Allah Teala'nın məxluqları turunda, anın mucizaları, Kur'an sirləri turunda fikirləv, ilim ol bilu. Şolay bulğaç hər kişi özün yaxşı bilü səbəblə, özü turunda fikir yürütüge deyişli. Əgər kişi, kim sen payın kildin paya barasın, sen nindi musulman, ник хаман урында басып торасың, ник үзгәрмисең, Расулуллахны очраткач уят булмасмы сиңа? Раббың синең ни өчен очрашырга тиеш дигән сорауларга җавап эзли башласа, шушы фикерләр була да инде. Бу улы эшнең башы белән, ахыр чиктә фикерләү гамәлләрнең сыйфаты арту белән, мөэминнең әхлакый сыйфатларының дәрәҗәсе арту белән, Аллаһка якынаю белән тамамланырга тиеш. Фикерләү дә дөрес булырга тиеш бит. Yoksa adam balası şubu yolunu izlep, bütünlüğü dinsiz, imansız kalıda yakin akıldan yazılı da mümkün. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh ayette, kişiler Allah uğrunda fikirliler idi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ayette, fikirlemegez Allah uğrunda, yani anın zatı uğrunda, fikirlegez anın varlıkta getirilgen mahlukları uğrunda. Çünkü siz bunu tiyişli derecede buldura almazsınız. Bu şiratında bir güçlü hamşılık vakitte bir hadi misal. Əgər biz motor maşina yoki birər usta icad etgan qo'l ishini ko'rsak, boshda shunga qarab turamiz, suqlanamiz, baya beramiz. Ham shuni yasagan kishi turida bu bir jihatni ziyrak usta kishilik maqtab qo'yamiz. O'zimiz shulay o'tira olmagandan ko'ra. Vaqt shunday narsa, u fikrlasang da, fikrlamasang da o'tadi ketadi. Yosh vaqtni qaytarib bo'lmaydi. Bu ulug' ne'mat. Bir aqlli kishi aytgan, berilsa edi, menga mezgil vaqt içinde yaşagim bilan aralashib qolirga. Narsani qaytarding sen anga deb o'zidan so'ragach, ol men yashagimda farqliq mening bilan ne ishlaganim tuyularim degan. Yoshlikka endi qaytib bo'lmaydi. Ilik bo'lgan kish hozir ko'proq so'zlagina. Ilik senda yashading, hozir endi senda olmoqchi. Shu 30 yil vaqt ichida bir bugun o'sib chiqdi. Yoshlar islom dinini qabul etsalar da, Alloh ularni islom dinini ko'taruvchilar deb aytib bo'lmaydi. G'arab ellərində oxu yardı işkine, g'ilimni kishilarga eriştiru yollarını da izlərga kerak. Qoya 10-15 yıl oxuyan kişiler, qoya oxuyanlar. Allah Teala Gafir suresi 57. ayette aytdi: "Laqad samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan-nas la ya'lamun." Ko'klarni, hamshirni barliqqa keltiru, odamlarni barliqqa keltiruvdan ulug'roq. Lakin adamlarning ko'pisi buni bilmaydi. Ulug' bo'lgan ko'klarni, hamshirni birinchi topqir barliqqa keltiruvchi, qodir bo'lgan Alloh
ikkinchi martaba odamni borliqqa keltirishga qodir bo'ldira oladi. Lekin odamlar g'aflatlari ham nafs og'riqlaridan yerlar sababli fikr qilmaslar, buni bilmaslar. Alloh Taolaga nindi kuchli dalil keltiradi. Ko'klarni ham yerni borliqqa keltiruv odamlarni borliqqa keltirishdan ulug'roq deydi. Shulay bo'lish, durust fikrlarga da ironik, yolg'ishmas uchun. A'rof surasi 146-oyatda Alloh Taolo aytadi: "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq." Yer ustida haqsiz takabburlanib yurgan kishilarni bitta oyatlarimizdan ayiribmiz. Haq so'zlardan ko'ngillarni bezdiribmiz. Biz g'oyalarimiz, tabiatimiz turli fikrlarga qayg'urtirgan deyishmiz. Biz bormizda kutishlar dedik. Agar kutishini bosh ishlamasa, yolg'iz fikrlarga tayansa, yolg'iz yo'ldan ketsa, uning kutuvida bundan bek zo'r ziyon ko'rishadi. Ey Alloh Taolo, bizni fikrlovchilardan qil. Islom dinini bizning bilan quvvatlovchilardan qil. Shu zamonlarda bizning sababli, adabli, yuqori axloqli, xizmat hammatur va'zlar bilan haqliqqa chaqiruvchi shogirdlar hazırlab, qoldirgan kuch-quvvat ber. Bizning sababli xalqlar o'sib chiqsin. Adashib, yolg'ishib yuruvchi qardoshlarimizning tuzaluvine, barchamizning da bir fikrda bo'luna, birdan ham bir so'zda bo'luna, bizni Alloh taolo sabab qil. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'ana va iyyakum bil ayati va zikril hakim.